Assalomu alaykum. Malaka, xush kelibsiz maktabimizga. O'zingiz va farzandlaringizni tanishtirsangiz. Ismim Umar. 3 ta farzandim Rahim School'da o'qiydi. Bu yildan, ya'ni 2025-yildan boshlab o'qishni boshlashgan. Birinchi farzandim 5-sinfda, ikkinchi farzandim 1-sinf va uchinchi farzandim 0-sinfda o'qishadi. Ikkita qiz, bitta o'g'il. Undan oldin ular birinchi farzandim ham xususiy, ham davlat maktabida o'qigan. Ikkinchi qizim, ikkinchi farzandim hali maktabga bormagandi. Endi bu yildan 1-sinfga chiqqan. Va 0-sinfdagi o'g'lim ham endi bu yildan sizlarda o'qishni boshladi. Rahimov School'ga kelishingizdan oldin farzandlaringizni bilimi qanday edi? Birinchi farzandim oldin xususiy maktabda o'qigan va undan keyin o'sha sharoit bilan an'anaviy maktabda ham o'qishga majbur bo'ldi. 1 yil mobaynida. Keyin baribir biz xususiyda o'qigani yaxshi ekan deb xususiyga qaytganmiz va Rahim School'ni tanladik. Undan oldin 1-sinfdan 3-sinfgacha xususiy maktabda o'qigan farzandim, katta farzandim yaxshi edi. An'anaviyga o'tgandan keyin juda ham pasaydi va xulqida ham, o'qishlarida ham, bilimida ham sezilarli darajada o'zgarish bo'lgandan keyin biz xususiyga, ya'ni Rahim School'ni tanlab Rahim School'ga kelganmiz va darhol buni o'zgarishini sezdik, ya'ni yaxshilandi. Ikkinchi farzandim 1-sinfga o'tdi. U o'sha 0-sinfda o'qimaganligi sababdan 1-sinfda o'qishi sal qiyin bo'ldi va buni yetkazib olish, boshqa sinfdoshlariga yetkazib olishi ancha vaqt talab qildi va yana mana hozir 9 oy bo'lgan bo'lsa, 9 oyda o'zlashtirish yaxshi. 0-sinfda o'g'limiz biz bog'chaga bermoqchi edik, lekin yaqinlarimizni tavsiyasi bilan keyingi yildan o'sha 1-sinfga o'tsa bo'ladi deganlar uchun biz 0 bu yoqqa berdik. 0-sinfdan va sezilarli darajada, ya'ni uni matematikasi, aynan matematika yo'nalishida uni bilimini oshganini ko'rdim o'zim. Hattoki shu darajadaki 1-sinfdagi qizimdan ko'ra o'sha 0-sinfga borgan o'g'lim uni matematikasi undan ko'ra yaxshiroq bo'lib ketayotganini ko'ryapmiz. Bog'cha yoki boshqa tayyorlov kurslaridan keyin aynan nimaga Rahimov School'ni tanladingiz? Mani farzandlarim bog'chada o'qishmagan, bog'chaga borishmagan. Lekin tayyorgarlikka borishgan, qisman, ya'ni to'liq emas, 1 oy, 1,5 oy borishgan. Rahim School'ni tanlashimiz o'zi avvalambor shu yaqinlarimiz va ularga ishonganimiz uchun va bu yerda o'zim xususiy maktabda ishlab ko'rganman, tizimini ko'rganman va solishtirish imkoniyati bo'lgani uchun, bu yoqda tizim yaxshi bo'lgani uchun shu yoqni tanlaganmiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Farzandingiz darslarga qanday kayfiyatda keladi? Uyga qaytgach darslar haqida nimalar gapirib beradi? Yaxshi savol. Odatda farzandimizni agar biron bir xato qilsa va biron bir biz nojo'ya ish qilsa, biz uni maktabga bormaysan deb qo'rqizamiz. Ya'ni jazo o'rnida, ya'ni Rahim School'ni shu darajada yaxshi ko'rib qolishganki, ularga maktabga bormaslik xuddi jazolangandek qarashadi. O'shaning uchun ya'ni ular albatta charchab ham kelishadi ayrim vaqt, lekin ayrim payt ko'pincha xursand bo'lib, shu maktabda nimalarni o'tishganini, maktabda nimalar bo'lganini gapirib berishadi. Va biz yo'l-yo'lakay o'shalarni gaplashib boramiz. Nimalar bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nima muammolar bo'ldi, nimalarni o'rgandinglar, shularni gaplashib boramiz. O'qituvchilarining bolangizga bo'lgan yondashuvida sizni eng ko'p nima hayron qoldiradi yoki quvontiradi? Kuzataman, o'zim kelgan paytda o'qituvchisi bilan quchoqlashib xayrlashishlari misol uchun xursand qiladi. Va bitta moment bo'lgan, biz katta farzandimiz toqqa ketadigan bo'lishdi, jamoaviy. Va o'shanda qiz bola bo'lgani uchun ham katta sinf, 5-sinf bo'lgani uchun o'ylanib qolganmiz, qanchalik to'g'ri bo'ladi, chunki bu yerda o'g'il bola ham bo'ladi deb qo'ymoqchi, ya'ni izn bermoqchi bo'lmaganmiz. Keyin o'qituvchisi bizga shaxsan chiqib, iltimos qilib, sharoit tushuntirib, ya'ni o'g'il bolalar va qiz bolalar alohida bo'lishlarini, ular umuman aralashmasdan o'sha faqat qiz bola bilan bo'ladi, o'g'il bola bilan bo'ladi deb menga qizimni, ya'ni o'ylab, o'sha qolib ketmasin, u ham bir nima deydi, xafa bo'lmasin deb o'ylaganlari men uchun quvonarli, ya'ni xursandchilik berdi. Xo'p, shu joyda yana bitta narsa qo'shishim kerak. Ya'ni bu o'zi aslida boyaga aytgan fikrim, ya'ni kommunikatsiya kamligi bu bir tarafdan minusdek ko'rinishi mumkin.
lekin aslida bu o'sha ota-onani bilan o'qituvchini orasida masofa bo'lishi ham, o'qituvchi ko'proq darsga, bolaga fokusini ajratishi, faqat ota-onalar bilan shug'ullanmasligini ham oldini olish maqsadida qilinganligini ham bilaman. Ya'ni o'zim shaxsiy fikrim bu va buni qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni bunaqa bo'lishini, ya'ni misol uchun ko'pchilik ota-onalar e'tirozi nima bo'lishi mumkin? O'qituvchini shaxsiy raqami berilmayotganligidan. Lekin bu aslida o'qituvchini, ya'ni nima deydi? Shaxsiy daxlsizligini yoki bo'lmasa shaxsiy hayotiga aralashmasligini yoki bo'lmasa ota-onalar misol uchun o'ylab o'tirmaydi. Yarim kecha bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Farzandi bo'lgani uchun nima? Farzandini muammosi chiqsa darhol nima? O'qituvchiga murojaat qilishadi. Lekin bu o'sha o'qituvchini darsdan keyingi uni nima deydi? O'sha kuni bo'yi davomida farzandlarimizga bergan energiyasini yana tashqarida, ya'ni darsdan tashqarida, maktabdan tashqari energiyasini olmasligi uchun ko'proq yordam beradi degan fikrda. O'shaning uchun bu tarafdan meni e'tirozim yo'q. Farzandingiz 1-sinfga to'liq tayyor deb aytalasizmi? Ha, mana 9 oyda men bemalol ayta olaman, o'sha 1-sinfga tayyor deb o'ylayman. Va hattoki o'qishni ham biladi. Mana to'g'ri to'liq o'qishni bilmasa ham harfma-harf, bo'g'inma-bo'g'in o'qishni biladi. O'sha aytganimdek boshida 1-sinfdagi qizim hozir 0-ga chiqmaganligi sababdan o'sha pochmuchkalarga borgan bo'lsa ham 1 oy, 1,5 oy borgan. Lekin o'sha 0-sinfda o'qimaganligi darhol bilinadi. Aytganimdek, o'sha 1-sinfni boshida juda qiynaldi. Lekin hozir mana ancha yaxshi. Hali ham farzandini 0-sinfga berishda ikkilanayotgan yoki maktabga tayyorlashga ulgurmayman deb xavotir olayotgan ota-onalarga o'zingiz nima degan bo'lardingiz? Hozir bu video qachon chiqishini bilmayman-ku, lekin may oyida deb hisoblaydigan bo'lsak, o'ylamasdan turib darhol berish kerak. Chunki o'zimda bo'lgani uchun, ya'ni 1-sinfdagi qizim o'sha 0ga bermaganim uchun juda ham qiynaldi. Chunki hozir zamon rivojlanib bormoqda va 0-sinf bu juda ham kerak bo'lib qoldi. 0-sinf xuddi bir oldingi bizning davrimizdagi 1-sinfdek bo'lib qoldi hozir. O'shaning uchun juda ham tavsiya beraman. 0-sinfda o'qisin albatta, kelsin. Rahim school bo'ladimi, boshqa maktab bo'ladimi, lekin farzandini 0-sinfda o'qitish kerak bo'ladi. 1-sinfda qiynalmasligi uchun va o'sha sinfdoshlarining orasida uyalib qolmasligi uchun, ularga kamida yetib olish uchun kamida 3-4 oy vaqt ketar ekan. Shu. Rahimov School. Farzandingiz munosib joyda ta'lim olsin.